Greenleaf korporatsiyasi iLife brendida ishlab chiqarilgan ayollarning shaxsiy gigiyena vositalarini sinovdan o'tkazamiz, ya'ni obzorni qilib ko'ramiz. Ko'rinishi xuddi mana shunaqangi ko'rinishda 24,5 sm 10 dona bo'ladi ichida. Upakovkasi xuddi mana shunaqangi ajoyib original upakovka. Mana bu yerda ochib yopiladigan qopqoqchasi ham bor. Mana bu joyga kumush kukunlari purkalgan, ya'ni mabodo mikrobakteriya kirib qolgan taqdirda ham mana shu joyni o'zida sterillaydi. Undan tashqari har bir vositani o'zi ham alohida vakuumda tortilgan, mana ko'rib turganingizdek olgandan keyin qolganini yana qaytib yopib joyiga olib qo'yishimiz mumkin. Ko'rinishi xuddi mana shunaqangi ingichka, juda ham qulay foydalanishga. Ichini ochgandan keyin aynan shunaqa ko'rinishda. Mana xuddi mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda. Mana bu joyi 100% paxta, orqasi esa salafan emas, ya'ni klyonka emas, bambuk po'stlog'idan tayyorlanganligi sababli bu havo o'tkazadigan qoplama qilingan. Ana endi buni namlikni qanchalik darajada so'rishini sinab ko'ramiz. Shpris bilan 50 gram suv olib solamiz. Buni boshqa prokladkalar yordamida qo'shimcha ravishda solishtirmadim. Har kim o'zi foydalanadiganini uyda tekshirib ko'rishi mumkin. Mana 50 gram suv olgandan keyin solamiz. Juda tez shimaydi. Namlikni umuman o'tkazmaydi. Hozir buni isbotlab ham beraman. Mana bu o'rtasidagi yashil narsasi esa anionoviy chip bo'ladi bu. Anion so'zining ma'nosi qarshi zaryadlangan ion degani, ya'ni kelayotgan tomchini, mana kelayotgan tomchini havodaligidayoq zararsizlantirib, so'ng shimib oladi. Ya'ni undagi qanaqadir zararli bakteriyalar bo'lgan taqdirda ham uni bemalol zararsizlantirib, keyin so'rib oladi va tashqariga qaytib chiqishini taqiqlab, ya'ni oldini oladi. Undan tashqari bu anionoviy chip tashqi ta'sirdan ham himoyalaydi, ya'ni o'tkazuvchi moslamalarning zararli nurlardan ham himoya qiladi. Ko'rib turganingizdek, xuddi mana shunaqangi ko'rinishda, ko'p gapirmasdan, vaqtni olmasdan buni yaxshisi sinab ko'rsataman. Mana quruq, baribir ham qo'l bilan buni sinashning imkoniyati yo'qligi sababli hozir salfetka yordamida buni namligini tekshirib ko'rsataman. Mana bu anionoviy chip davolovchi emas, bu profilaktika qiladi, tashqi ta'sirdan himoya qiladi. Mana ko'rib turganingizdek oddiy bambuk qog'ozi shu yordamda namligini sinaymiz. Mana ko'rib turganingizdek qancha bossam ham quruq.